Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar, aziz qarindoshlar. Çünkü Pak Yol Sadasi programımız arkalık yanıla qarindoshlarga avval nima qilish kerak degan mushu temada muzokaralar elib berib tushunish hosil qilamiz. Endi ba'zi qarindoshlarimiz vatan millat uchun kerak bo'lgan intayin jiddiy mushunda bir xizmatlarning oldida o xizmatlarni qilmay aksincha bakmi jiddiy bo'lmagan xizmatlarni qilish orqali o'ziga tasalli topadigan bunda bir ko'cha kirib olgan. Endi vatan millat uchun yoki xalqimizning manfaati uchun qilishga tegishli uningga albatta badal to'laydigan, albatta u ter to'kadigan, ig'irroq biz jafo tortadigan ishlar bo'lsa, uni qayirib qo'yib, unidan tuvarrak bo'lgan, ancha jafo tortib ketmaydigan, mushkullar o qadar yuqori bo'lmagan, ammo lekin aytganda o'zi yaxshi amal hisoblanadigan mana shunday amallarni qilish orqali o'ziga jafo va mushaqqat keladigan, ammo nihoyat jiddiy, ammo nihoyat ta'xirsiz bo'lgan ishlardan o'zini chetga ilib oladigan shunday ahvollar bor qarindoshlar. Ammo biz mana shunday suhbatlarimiz orqali qarindoshlarga mana shu narsalarni tushuntirishga tirishimiz. Endi payg'ambar alayhissalomning vaqtidami mushriklarga qarshi kurash, jihodiy kurash nihoyat keskin davom qilayotganda ba'zi qarindoshlar shu mezgillarda shunday degan, biz endi bu jihodiy kurashga bormasaqmi bo'ladi, masjidlarni obod qilib, masjidlarni remont qilib, masjidlarni tozalab qilsak, mushu kurashga bormay mushu ishlar qilsaqmi mushu bir yaxshi amalga yetadi degan. Ya'ni ba'zilar cho deganda, endi biz jihodga bormay mushu kelgan hojilarni suv bilan ta'minlab, ashlarni o'rinlashtirib, ashlarning xizmatlarini qilsaqmi bu texim bir yaxshi amalga yetadi degan. Shuning bilan bu narsalar payg'ambar alayhissalomga yetgan. Alloh taolo mana mushu ahvollarga nisbatan aytgan vaqtida oyat tushagan. Chunki aynı zamanda musulmonlar tahlikida, ya'ni mushriklarning ig'ir tahlikasida qilayotgan, musulmonlarningki hayoti, mol mulki va islomning qadr qimmatini saqlash intayin jiddiy bo'layotgan, mushriklar bilan keskin kurash qilayotgan bu sharoit ostida hojilarni suv bilan ta'minlash, ular xizmat qilish, masjidlarni gullantirish, obod qilish, bu narsalar degan vaqtida o narsalar shu mushriklarga qarshi bo'layotgan kurashlarning oldida o qadar muhim emas. Shu o'z navbatida eng muhim narsa nima deganda, o'z navbatida eng muhim narsa mushriklarga qarshi kurash qilish eng muhim. Mushriklarning aybisini yerga urish, ularningki musulmonlarga olib kelayotgan xavf xatarni pokiz tozalab o'tish musulmonlarning manfaati uchun intayin muhim edi. Lekin mana shunday sharoit ostida ana shunday jihodiy kurashdan o'zini elib qochib, ammo lekin aytgan vaqtida boshqa ulardan tuvarrak yaxshi amallar bilan o'zini bazlab mushu ig'ir kurashdan o'zini olib qochgan kishilarningki mana shu xabarlari payg'ambarimizga yetgan. Ondan Alloh taolo oyat tushagan qarindoshlar. Shu vaqtida nima dedi Alloh taolo? Hojilarni suv bilan ta'minlash, masjidlarni gullantirishni sizlar Alloh va Allohning yo'lidagi jihodiy kurashdan a'lo bilamsizlar. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. Demakki mana shu oyatning oxirida zolim qavmni Alloh hidoyat qilmaydi deb musulmonlarningki navbatdagi jiddiy manfaatini tushunmagan, uning uchun kurash qilmagan, uningga atlanmagan shu odamlarni sifatlashning oxirida zolim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. Demakki biz musulmonlarning jiddiy manfaatini cho'nqur tushunmasak, uningga musulmonlarga o'z navbatida esqatmasak,
esqatmasak, o'z davrida ancha jiddiy bo'lmagan, keyin qism bo'ladigan nafla amallar bilan o'zimizni bezlab, o'zimizni aldab turib olsak, Alloh qalblarimizni bilguchidir. Qalblarimizni bilguchidir. Shunga biz haqiqiy bir taqvodor musulmon bo'lishimizga deydi ekanmiz. Sevimli qarindoshlar, navbatdagi vaziyatni cho'nqur tushunishimiz, musulmonlarning manfaatini nihoyat cho'nqur tushunishimiz lozim qarindoshlar. Mana shunga o'xshash jiddiy bo'lmagan yaxshi ishlarni dastak qilib bilib, jiddiy bo'layotgan, ta'xirsiz bo'layotgan musulmonlarning manfaatiga intayin zich bo'layotgan, musulmonlarning manfaatiga nihoyat zich munosabatli bo'layotgan ta'xirsiz ishlarni keyniga qayirib qo'yib qo'yilgan bu ahvollar ilgirki tarixlardan tortib, ta payg'ambar alayhisolamning vaqtidan tortib hozirgacha davom qilib kelyapti qarindoshlar. Albatta mana shu ishlarni Uyg'ur musulmonlarining ichida yo'qmi deganda, Uyg'ur musulmonlarining ichida bor qarindoshlar. Hozir bizga allaqachon shu Xitoy tajovuzchilari birinchi qadamni bizning go'zal Sharqiy Turkiston bo'lgan vatanimizga olgan kundan tortib shu ay, shu minut, shu soatda shu tajovuzchilarga qarshi kurash qilish bizga ayol barliq mo'minlarga farz qilindi. Farz ayn qilindi. Shu kundan tortib uningga qarshi kurash qilishimiz lozim edi. Lekin aytgan vaqtida chu deganda tajovuzchilarga qarshi kurashni tushungan va uningga otlangan odamlar barmoq bilan sanig'idek xalqimizning ichida oz bo'lib qoldi. Allah'ın bu hikmetlerini tushungan adamlar, bununla ovoz qo'shgan adamlar nihoyat oz bo'lib qoldi. Yolg'iz otning chini chiqmabdi deganda, u qarindoshlarimiz-chi deganda, oz bo'lib qolganligi uchun ulug' katta bir natijalarni qo'lga keltirishmi ana shunday mushkul bo'lib ketdi. Oxirida qanday bo'ldi deganda, Xitoy tajovuzchilari vatanimizni pak-pokiz besib oldi. Pak-pokiz besib oldi. Endi vatanimiz Sharqiy Turkiston mehribon Allohning Uyg'ur xalqiga bergan eng katta, eng isil sovg'asi edi. Allah bergan ajoyib katta bir ne'mat edi. Endi Allah bergan ne'matni saqlash yo'lida o'lib ketsanglar shahid degan Alloh taolo shu vatanimizni saqlash uchun kurash qilgan bo'lsak, shu yo'llarda qurbon bergan bo'lsak, o'lgan bo'lsak, albatta Alloh taolo u dunyo darajamizni katta qiladi. Ham bu dunyoda bugünkidek eng rasvo, eng sharmanda, eng bechora kunga biz qolmagan bo'lardik. Mana shu kunga qilishimizning tub sababi Allohning chaqirig'iga faol ovoz qo'shamay qoldik. Aksincha bizning ziminimizni besib kelayotgan Xitoy tajovuzchilarini oldiga chiqib biz sut qaymoq nonlarimizdan qarshi oldik. Mehribon Allah bizga ulug' Qur'oni Karimda shunday dedi: "Kafirlar bilan birga bo'lmanglar. Birga bo'lsanglar, ular sizlarni iymoninglardan yondirib yutadi" dedi. Yani bir ayet deganda, "Ta sizlar iymoninglardan yanmag'icha ular sizlardan rozi bo'lmaydi" dedi. Mana Allohning deganlari hammasi mana bugun beshimizga keldi. Şu necis Xitoy tajovuzchilari bizning Uyg'ur bo'lib qolganligimiz uchun, musulmon bo'lib qolganligimiz uchun, shu zaminning egisi bo'lib qolganligimiz uchun bizni yomon ko'ryapti. Shuning uchun u bizni yo'qitaman deyapti. Shuning uchun oilalarni vayron qildi. Shuning uchun kichik bolalarimizni oilalardan ayirib 500 ming, 1 milliondek bolalarimizni Xitoy qilib tarbiyalayapti. Qiz ayollarimizning nomusiga tegyapti. Tillarimizni maktablardan yo'qityapti. Mushu ishlarning hammasini mehribon Allah 1400 yilning oldida bizga muborak Qur'on orqali deb bo'lgan. Ya'ni kafirlar bilan birga bo'lmanglar, birga bo'lishga rozi bo'lmanglar. Agar unda qilsanglar, ular sizlarni kafir qiladi dedi. Ya'ni chu deganda, ta sizlar kafir bo'lmaguncha ular sizlardan rozi bo'lmaydi dedi. Demek muşu Xitoyninki zulmü, muşu Xitoyninki tajovuzchiligi, muşu irqiy qirg'inchiligi nega olib ta bizni yo'qitib etmoqchi Xitoy tajovuzchilari bizdan xotirjam bo'lmaydi. Uning oxirgi nishoni pak-pokiz tuz qilib bizni yo'qitib o'tish. Ya'ni pak-pokiz Xitoy qilib o'tish.
Endi bu yerden bizni birden bir qutuldiradigan narsa nima? Biz mana shu xatoliklarımızga chunqur tavba qilib, nayt qattiq tavba qilib Allohning yo'liga qaytmoqimiz lozim. Allah'ın yolu qaytmaqımız lazım. Biz üçün bugün en avval qiladigan en ciddi mesele nima? Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashga atlanib ketish. Qarshi kurash qilgan vaqtimizda qarindoshlar qila oladigan imkoniyatimiz bugun nimaga yer bergan bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Putining og'riqi va bir 60 yoshdan oshgan bir kasal onamiz bo'lsa, hech ish qilolmasa, joy namozda o'tirib, Allohga duo qilib, Xitoy tajovuzchilariga la'nat qilish lozim. Hech bo'lmasa, mana shuni qilish kerak. Shuning uchun biz qilolmaydigan ishimiz yo'q. Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilamiz deydiganmiz, har qanday kurashni qila olamiz. İmkoniyatlarimiz yer beradi, qarindoshlar. Eng avval qiladigan ibodatlarimiz mana shu qarindoshlar. Shuning uchun Yusuf Qarzaviy hazratlari mana shunday musulmonlarningki eng avval qiladigan ishlari ustida nihoyat ko'p to'xtalgan. Avval nima qilish kerak degan kitobida Yusuf Qarzaviy hazratlari shunday deydi. Yilda nafla haj vaqtida, umr vaqtida men nihoyat nurg'un musulmonlarning nafla hajga qilish uchun Makkaga kelganligini ko'rdim. Hatta ular Ramazon ro'zalarini mushada tutadi ekan. Bu amallarni nihoyat yaxshi ko'rdi ekan. Hatta shuning bilan o'zining vujudida haj farz bo'lmagan ba'zi kambag'al musulmonlarni birga elib kelib haj qilg'izdi ekan. Hatta ba'zi boylar 10-20 kambag'al musulmonlarni birga elib haj qilgani kelganligini ko'rdim. Ular bilan suhbatlashdim. Ularninki mushu nafla haj uchun haramga kelgan vaqti Bosniyadagi musulmonlarningki Serb tajovuzchilariga qarshi qattiq kurash qilayotgan vaqtlarga to'g'ri kelganligi uchun men shu baylarga dedim. Sizlar bu yerga keldikansizlar nafla haj uchun nihoyat nurg'un chiqimlarni qildikansizlar. Sizlar mushu pullaringlarni nafla hajga qaragan vaqtida hozir Bosniyada serblar musulmonlarni qirib biz mushu pullarimizni yig'ib shularga yordam bersak bo'lmamdi deb men ulardan so'rdim. Ammo ular bu savolimga yaxshi qanoatlanarli javob bermadi. İçimde ökündüm. Çünkü ularninki musulmonlarninki navbatdagi jiddiy vaziyatning nima ekanligini bilmayotganligidan men ökündüm deb aytdi Yusuf Qarzaviy hazratlari. Demek ki bir musulmon uchun deydi yana Yusuf Qarzaviy hazratlari. Navbatdagi vaziyatni musulmonlarning manfaatining nima ekanligini tushunish bu musulmonlarningki haqiqiy taqvoligining yana bir cho'ng alomati deydi. Shuning uchun haqiqiy bir mo'min bo'lman, men taqvodor bir degan inson musulmonlarning manfaatining nima ekanligini, musulmonlar navbatda jiddiy nimaga ehtiyoj bo'layotganligini tushunish lozim. Xuddi bir yerga o't ketib qolsa, o'tni o'chirmay, mayaqda biz gul terimiz, ko'chat tikimiz deb yursak, o't uyni kuydirib tashlaydi. Shuning uchun avval qiladigan, jiddiy qiladigan ishlarmi bor, keyinchalik qiladigan ishlar bor. Endi gul o'stirish, ko'chat tikish yaxshi amal bo'lgan bilan, ammo o't ketib qolgan vaqtda o'tni o'chirishga qaraganda u ta'xirsiz amal hisoblanmaydi. Shu vaqtda u mo'minning vazifasi nima deganda, o't o'chirishga qatnashish, o'tning ichidagi insonlarni qutuldirib olish, mol-mulklarni qutuldirib olish. Demek ki haqiqiy bir taqvodor musulmon men degan odam musulmonlarning manfaatining nima ekanligini cho'nqur tushunish lozim. Qalblarimizni Alloh bilib turdi. Biz jafo va mushaqqatdan qochib jonlarimizningki qurbon bo'lib ketishlarimizdan, mollarimizning sarf bo'lib ketishidan qo'rqib boshqa amallarni jonlarimizga, mollarimizga taqashmaydigan amallarning ko'chasiga kirib olsak, unimi Alloh bilib
turdi. Allah bilib turdi. Ana shundoq insonlarni Allah Qur'oni Karimda yuqorqi oyatda ularni qamchilab nim dedi? Allah zalim kavmni hidoyat qilmaydi dedi. Musulmonlarning navbatdagi jiddiy vaziyatini tushunishimiz, uning uchun bir kishilik hassa qo'shishimiz kerak.